Fayzli mahalladan fayzli uchastka qidirib yurganlar bormi? Umumiy yer maydoni ko'rib turgan mana shu xonadonimizni sotiga 5 sotikni tashkil qilyapti. Quruvchi akalar, agar bu yerda yashayman degan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, fasadimiz uzunligi 22,5 metrga, ichkari 22,5 metr bo'lyapti. Xonadonimizning lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu o'zimizning hovli, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Biz o'zimizga telefon qilib, aloqaga chiqib, chiroyli, baraka qilsanglar bo'ladi. Ozgina o'tib beramiz. Ko'rib turibsizlar, Yashnobod tumani To'g'ri Izzat Jarkurganskiy ko'chasi bo'lyapti. Bu yerga liboy joyga chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Qulay mahallada joylashgan. Agar yashayman desanglar ham sharoitlari zo'r, gaz, suv, svet, kanalizatsiyagacha kelgan joylar bo'lyapti. Kardinka, supermarket, banitsa, hamma narsa shunday yoninglarda joylashgan. Metro, petrollar ham hammasi yaqin. Ko'rib turibsizlar, uyimizdan to ko'chamizni yuzigacha bir 4 metr o'zini zaxvat joyiga ega. Mahallamiz cho'tki qilib, qaranglar, tinch mahallalarda bu joyimiz. Asfalt qilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Quruvchi akalarimiz bu yerga menimcha ikkita uchastkani boblab solib qo'ysa kerak. Uyimizning ichki ko'rinishi, ko'rib turibsizlar, umumiy kelib agar yashayman desanglar ham bir 8 ta xonani tashkil qilyapti xonalarimiz. O'zini alohida o'zini alohidaliklariga ega. Endi kelib yashayman desanglar ham bo'lmaydi. Sotigini narxini sizlar bilan kelishamiz. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz juda fayzli, o'zbekona hovli bu joyimiz. Pastda nomerlar qoldirsanglar, sizlar bilan o'zimiz aloqaga chiqamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar bilan chiroyli baraka qilamiz kelishib. O'zingizlar qiling.